Yaxshi. Bugun mavzumuz shahar bosh rejasini loyihalashtirish. Bugun konumuz shahar ana plani tasarrumi. Shahar ana plani tasarrumi ne? Shahar ana plani tasarrumi, shahar ana plani tasarrumi bu shahar bölgesinin gelecekteki gelişimini bilimsel, tekniksel ve ulaşım açısından gerçekleştirecek karmaşık bir planlama sürecidir. Yani bu süreçte neler dikkate almamız lazım? Mevcut durumu incelemekten öte gelecekteki nasıl büyüyeceği, ulaşım yükünün nereye kadar kayacağı, nüfusun ve üretim tesislerin nasıl yerleşeceği proje temelinin cevaplamayı içerir. Yani böyle nima deyapti? Shahar bosh rejasini loyihalashtirish faqatgina hududning hozirgi holatini o'rganishdan tashqari, uning kelajakdagi shaharning kengayish yo'nalishini, undagi aholi sonining ortishi, transport turlari sonining ortishi va kelajakda qurilishi kerak bo'lgan hududlarni oldindan belgilab olishimiz kerakligi haqidagi jarayon bo'lib hisoblanadi. Bizi bölgesel ve ulaşım analizi, kalkınma tahminleri, seçenek geliştirme, en etkili seçimi, planın resmileştirilmesi. Yani bu nima deyapti? Shahar boyaylik, shaharni bosh rejasini loyihalashtirishda hisobga olishimiz kerak bo'lgan faktorlar, ya'ni bosqich jarayonning bosqichlari. Dastlabki nima qilishimiz kerak? Shaharning hozirgi mavjud holatini tahlil qilishimiz va kelajakdagi uning kattalashi, ya'ni hududning kattalashishini hisobga olib turib, bu yerdagi aholi soni va transport sonining ko'payishini hisobga olgan holda tahlil qilish va statistikalarni olish va bu statistikalardan foydalangan holda nima qilishimiz kerak? Unga taklif bildirishimiz kerak. Bir nechta, faqat bitta emas, bir nechta takliflarni ko'rib chiqib, uning ichidan eng kerakli, eng maqbul variantini olishimiz kerak va oxirida bu taklif qilingan va uning ichidan eng maqbul deb olingan taklif loyihani amalga oshirishimiz kerak. Ya'ni shahar ana planini tasarrumining temel amaçları, yani asosiy nima maqsadlari. Har bir narsani bino bo'lsin, boshqa bo'lsin, uni loyihalashtirishimizning maqsadi bo'ladi. Bu yerda shahar bosh rejasini loyihalashtirishimizning ham maqsadlari bor. Ular nimalar? Deyapti bu yerda shahar ana planining tasarrumining temel amaçı şehrin uzun vadeli bölgesel, işlevsel ve ulaşım gelişiminin rasyonel bir şekilde organize edilmesidir. Yani nima deyapti? O'tgan mavzumizda gaplashdik. Shahar bosh rejasi o'zini temada gaplashganimizda nima edi? Bu shahar bosh rejasi deganimiz tayyor bir hujjat. Shahar bosh rejasini rejalashtirish, loyihalashtirish bu shu hujjatni tayyorlashdagi jarayon. Unda nimalarga e'tibor beramiz? Biz shaharni hududiy bo'laklarga bo'lamiz, uni funksional bo'laklarga bo'lamiz, shaharning transport sistemasini hisobga olamiz. Aytdik-ku, shaharning ko'cha yo'l transporti tarmog'i tizimi shaharning suyagi, skeleti deb aytdik, to'g'rimi? Ya'ni bu yerdagi funksional zonalarga bo'ldik-ku, ularni bir-biri bilan bog'laydi. Bu yerdagi asosiy maqsadlar nimalar? Gelişim öncesi yönetim. Şehir önceden hesaplanan yönlerde düzenli bir şekilde genişler. Bölgesel denge, konut, iş, dinleme ve ulaşım arasında denge sağlanır. Yol, ulaşım hazırlığı, yol ağı gelecekteki otobilleşmeye dikkate alarak tasarlanır. Kentsel ortam. Yani güvenli, konforlu ve çevresel gerekliliklere uygun yaşam ortamı. Bu yerde nima deyapti? Rivojlanish oldindan boshqarilishi kerak. Bunda nima tushunasiz? Rivojlanish oldindan boshqarilishi kerak deganman. Boshqarilishi boshlanishi kerak. Boshqarilishi.
Oldindan plan tuziladi, shuna qarab Shu o'zi shahar bosh rejasi bilan loyihalashtirishdan maqsadim shu emasmi? Ya'ni kelajakni hisobga olgan holda. To'g'rimi? Rivojlanishni Bu shahar qaysi tarafga qarab kengayapti? Shahardagi transport turlarini ortishi dedik-ku. Aynan qaysi transport turlari soni ortyapti? Yuk avtomobillarimi, shaxsiy avtomobillarmi? Shuni nazorat qiladi. Shularni oldindan boshqarish. Bölgesel denge, ya'ni hududiy muvozanat. Ya'ni o'tgan mavzumizda gaplashdik. Funksional zonalarga bo'lgan mustaqil zonalarga bo'ldik. Turar joy, ya'ni bu yerda gapda qo'nib ish, dinlama va ulaşım orasidagi denge saqlanadi. Turar joy, ya'ni yana jamoat, ya'ni bizlarning ish joylarimiz, xizmat ko'rsatish binolari, inshootlari, jamoat binolari yoki boshqaruv organlari zonalari, to'g'rimi? Ularni to'g'ri joylashtirish, bir-biri bilan bog'lanish uzilib qolmasligi kerak. Va ulaşım hazırlığı, yo'l oldi kelajakdagi avtomobillashtirish diqqati olarak tasarlanadi. Ya'ni avtomobil kelajakka hozirligi, ya'ni nima deyapti bu yerda? Shahar kengaygan sayin yo'ldagi odamlar soni ortadi va shu avtomobillar soni ham ortadi. Ya'ni boya aytdik, qanday turdagi avtomobillar soni ortyapti. Shaxsiy avtomobillar ortish natijasida shaharda nima? Tirbandlik paydo bo'ladi. Tirbandlikni oldini olish uchun biz qo'shimcha hisobga olgan holda jamoat transportlarini ko'paytirishimiz kerak va bunga bo'lgan kerak bo'lgan infratuzilmani ham berishimiz kerak. Ya'ni yo'llarni, jamoat transportlarini, avtobuslar, tramvaylar uchun alohida yo'llar ajratishimiz kerak. Bu yerda kensal o'rtam. Bu yerda aytyapti, güvenli, konfortli va chevrasi gerekliga uygun yasham o'rtami. Biz aytyapmiz, shulardan tashqari funksional zonalarga bo'ldik, insonlarning sonining ortishini, transport soni ortishini aytdik va ular hammasini qo'shgan holda bu yerda aholining yashash o'rtaligi, ya'ni qulay yashash sharoitini yaratishimiz ham kerak. Ya'ni bu yerda xavfsizlik, qulaylik birinchi navbatda ta'minlanishi kerak va tabiat, misol shaharni bosh rejasini loyihalashtirayotganimizda biz ekologiya tarafidan olib ketgan holda yashil hududlar ham saqlab ma'lum foizni saqlab qolishimiz kerak. Ya'ni bu yerda yashil maydonlar emas, bu yerda insonlarning dam olishi uchun ham sharoit yaratib berishimiz kerak. Parklar, xonadonlar, bu shaharning shaharda insonlarning hayotdan mamnunligi. Tasarruf gereksinimlari, bilimsel temellik, proje istatistikalari, verilari, gözlemlari va taxminlari dayanadi. Bu yerda aytyapti, loyihalashtirishning ahamiyatga olishimiz kerak bo'lgan omillar. Bular nima? Loyiha statistikalarga, ma'lumotlardan foydalanish kerak, taxminlar, yana aytdik-ku, shaharning bosh rejasini loyihalashtirishda analiz qilamiz. Nima analiz qilamiz? Qaysi tarafga kengayishi, aholi soni, transport soni. Ularni biz statistikadan olamiz. Kapsamlı yaklaşım, ulaşım, çevre, kapsamlı yaklaşım, ulaşım, çevre, konut, sanayi ve sosyal hizmetlerin birlikte kullanılıyor. Aşama bu mümkün olmak, kısa, orta, uzun ve vadeli aşamalar. Uyumluluk, değişen koşullara göre güncellenebilir bir yapıya sahiptir. Ekonomik verimlilik, çözümler teknik ve ekonomik olarak gerçeklendirilir. Bir yerde aytyapti, transport, atrof-muhit, turar joylar, sanayi, ishlab chiqarish va ijtimoiy xizmatlar birgalikda loyihalashtirilishi kerak, hisobga olgan holda, bir-biridan uzilib qolmasligi kerak. Va bosqichlarni bizlar aniqlab olishimiz kerak.
qisqa muddatli, o'rta muddatli va uzoq muddatli. Keyingisi uyumli bu yerda aytyapti moslashuvchanlik. Masalan, vaqt o'tishi bilan bizlarda qonunlar, qoidalar o'zgarishi mumkin. Shunga qarab, loyihalashtiruvchi ham unga moslashishi kerak. Bu tushunyapsizmi? Misol, har xil qonunlar bor, do'stlar. Yillar o'tib, karantin ham bir zotlarni o'zgartirgan bo'ladi. Son zamanlarda bu tabiiy ketib qolgan vaqtni o'tib o'zgarib zamonlarda. Ekonomik verimlilik bu yerda aytyapti, yechimlar texnik va iqtisodiy tarafdan to'g'ri bo'lishi kerak. Bu yerda aytyapti, misol, fantastik hisoblanmoqda. Texnik oziqdan bize isteği altın derecede buluyor. Bize nüksü New York sayısı diye anlamışsınız. 300 yıldan gibi oluyor, 100 yıldan gibi oluyor. Bozuk mu olsa. Lekin Azerbaycan'da zor bize 20 yıldan hesapla aldım. Hatta bu Taşkent'teki oluyor. Logistlik mi? Taşkent'teki oluyor degen logistlik. New York'ta, London'da oluyor. Sen kullanmışlar. Bize Taşkent derecesine жетip olsak, keyin onu başka New York'a salıştırıp isteyecek olsa ise tek logistlik oluyor.